Leksiyalarımızı tamamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Endiki leksiya, sizlarga ma'lum vatandaşım, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti'nin valisi, komissariyatının komissari deyseniz bo'ladi. Michel Bachelet hanım, Cungoni, cümleden Mustamlika Uyg'uriston'ni, Şinjan'ı ziyaret kıladigan bo'ldi. 5-ci ayda bu vaqtni bekitdi. Bugunchi islah 2022 yılı 3-ci ayının 10-cu günü vaqtni bekitdi. Bu vaqt bo'yicha ziyoratga bordi. Hozir tungillatin biz tashqi dunyodagi xabarlarni sizlarga yetkazgan edik. Bugun Jungo'ning o'zining do'yit orbiti. Bu to'g'rida nima deydi va pozitsiyasi nima? Muşu meselelerine sizlerge leksiya şekilde sözleyimiz vatandaşlar. Mavzumunda Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valisi'nin Şinjan'ı ziyaret kılışını karşılığımız. Mustamlik Uyg'uriston'ni ziyaret kılışını karşılığımız. Jungo meselesinden başka durmaslığı gerek. Mavzulu haber. Jungo meseleden baş tartmaslığı gerek. Mavzulu haber 3-ci ayının 10-cu günü do'yit orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. 3-ci ayının 8-ci günü Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti valisi Michel Bachelet mındak ko'rsatdi. Biz Jungo'nu ziyaret kılış doğrusunda Beijing hükümeti bilen ortak tanış hasıl kıldık. 5-ci ayda Jungo seferge çıkımız. Onun seferi Jungo. Cümleden Şinjan rayını çıkalıdı. Cümleden Mustamlika Uyg'uriston'ni çıkalıdı. 2-ci ayının 8-ci günü Jungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi Beijing'de ekran görünüşü arkalı Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti'nin 49. nöbetlik yuqori derecelikler yığınıga katlaşıp nutuk sözledi. Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Şinjan'ın Mustamlik Uyg'uristonning darvozasi ochiq. Bir taraflı mı köz qarashga ega bo'lmagan har qanday davlat arboblarının Şinjan'a kelib fikir almashtirish qatnashishini qarshi olamiz. Jungo tarafı o'xshashli Birleşken Devletler Teşkilatı yuqori darajalik valisining yaqinda Jungoni ve Mustamlika Uyg'uristonni Şinjan'ni ziyaret kılışını qarshi olamiz. Maqolada mundaq ko'rsatildi, Dovining maqolasi. Amerika boshchiligida G'arb davlatlari Şinjan meselesi, Mustamlika Uyg'uriston meselesi bo'yicha Jungoga o'zliksiz hujum qilib, hatto Şinjanda, Mustamlika Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik mavjud deb o'zliksiz targ'ib qildi. Mecburi emgak kesiliş mevcut deb targ'ib qildi. Amerika ve Amerika başçılığı G'arb dünyası demekçi. Neticede Jungo, Şinjan, Mustamlika Uyg'uriston, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti eğer dikkat kılınıgan rayonlarning birisiga aylandı. Şunun için Jungo G'arb davlatlar jamoat fikrining qaynamaga tushib qoldi. Şinjan meselesi, yani Mustamlika Uyg'uriston meselesi. Uyg'uriston meselesi G'arb dunyosining qo'lida Jungoga hujum qiladigan o'tkir qurolga aylandi. Şinjan meselesi, yani Mustamlika Uyg'uriston meselesi G'arb davlatlar jamoat fikrida bargan siri ötkörleşip Jungo eğiz açalmaydıgan ahvalga tushib kaldı. Deydi o do'yit orbiti yazgan makalesi da. Makalada yanımında ko'rsatildi. Bachelet hanımga Şinjanning taraqqiyot natijalari ko'rsatilishi kerak.
Barchilat xonimga mustamlik Uyg'uristonning taraqqiyot natijalari ko'rsatilishi kerak. Bu masalalardan bosh tortmasligimiz lozim. Onunğa Barchilat xonimga Şinjanning mustamlik Uyg'uristonning taraqqiyotining jumladan terrorizmni o'z ichiga olgani har xil xiristlarga duch kelganligini tushuntirishimiz lozim. Yana bir xabar, Şinjanda kishilik huquq, mustamlik Uyg'uristonda kishilik huquq, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti amaldorlari Barchilatning Jongoni ziyorat qilish safari to'g'risida uqtirish e'lon qilindi. Mavzuli xabar 3-oyning 9-kuni Dovit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. E'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 2-oyning 19-kuni 5-da ko'pchilik uchun bir xabardan naql oldim. 2-oyning 19-kuni Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi ekran shaklida 58-navbatlik Myunxen bexatarlik yig'iniga qatnashib, nutq so'zlab mundaq ko'rsatdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq valisi Barchilatning Jungoni, jumladan Şinjanni ziyorat qilishini qarshi oladiganligini allaqachon bildirgan edi. Buningda hech qanday masala yo'q. Allaqachon bildirgan edik, buningda hech qanday masala yo'q. Minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Barchilat xonimning shaxs orzularini hurmat qiladi. Bunun uchun Jungoning egilik huquqini va qonun belgilemelerini hurmat qiladiganligiga ishonamiz. Nima deydi Wang Yi? Jungo taraf Barchilat xonimning shaxs orzularini hurmat qiladi. Bu nima degan gap? Shaxs orzularini hurmat qiladi. Uning, ya'ni Jungoning egilik huquqini va qonun belgilemelerini hurmat qiladiganligiga ishonamiz.